Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Baliqchi Xalmanki filiali hamkorligida amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha Andijon viloyati Baliqchi tumani Sherobod muhitida joylashgan 2272 konturida amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha kartoshka hosili bo'lib, kartoshka hosilini ekib, yetishtirib, hozir yig'ishtirib olish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihani amalga oshirishda Yashil vodiy javohiri fermer xo'jaligi faoliyat yuritib kelmoqda. Ushbu loyihani amalga oshirishda keraklicha bilim ko'nikmalari mavjud bo'lib, mana hozirda kartoshka hosilimiz yig'ishtirib olinmoqda. Ushbu konturimiz jami 10 gektar tashkil qilib, shundan 50 ta dehqon xo'jaligi mavjud bo'lib, o'rtacha bir dona dehqon xo'jaligi 20 sotikdan to'g'ri kelmoqda. Ushbu konturimiz uzunligi 750 metr, eniga esa 150 metr tashkil qiladi. Ushbu hosilni yig'ishtirib olishlari amalga oshirilmoqda. Kelajakda yana 10 gektar yerga yana kartoshka hosili ekib yig'ishtirish ko'zda tutilmoqda.